Barchaga assalomu alaykum. Mana biz Qozog'istonda Chimkent shahrida mana shunaqa ishlar qilamiz. Kolodesga qop bog'lab qo'yamiz. Mana shunaqa qolip yasaladi. Qoliplarga yasalib chuguni ana pechkada eritiladi. O'sha pechkada eritib bu qoliplarga quyiladi. Xo'sh, agarda kim qiziqish bildirsa ishimizga, ishchi ham olaveramiz. Hop, mana bunaqa krishkalar qo'yamiz. Bu yoqda quyib tashlaganmiz. Agarda kim qiziqadigan bo'lsa, ishchi olamiz. U farqi o'rganganmi, o'rganmaganmi. O'rgangan bo'lsa ancha yaxshi. Agar hech narsani bilmaydigan bo'lsa, o'zimiz o'rgatib olamiz. Mana bu yoqda ko'lsas. Bunaqa biraklar ham bo'lib turadi ora-orada. Bular ko'lsa hammasi. Hop, yeb ichishi o'zidan, yotoq joyi ham mana konteyner. Sizlardan faqat shu kelib ishlash, boshqa xarajat yo'q. Uch oylik dokument qilinadi. 50 mana bunaqa Xitoy pechkasida qaynatiladi. Ichiga chugun solinib, mana bunaqa chugunlardan solib shunaqa krishka chiqaramiz. Kim qiziqadigan bo'lsa, like bosinglar, komment yozinglar. Men ishlash xohlayman deb. Xo'p, bunda kilosiga qarab olinadi. Bir kunda necha tonna quyishingizga qarab pul yoziladi. Zdelniy olinadi. Bir oyda qancha quyganingizga qarab oylik chiqaveradi. Mana bu yoqda qumlari. Bu hammasi qum. Mana bular hammasi qum. Qumga suv sepilib, formasi urilib, mana shunaqa ko'lsa krishkalar chiqib keladi. Shunaqa ish. Agarda kim qiziqadigan bo'lsa, komment yozinglar. Qozog'istonda Chimkent shahrida ishimiz. Hozir yotoq joylarini ham ko'rsataman. Oshxonasi naryoqda. Oshxona, dush, hamma sharoiti bor. Bunaqa konteynerlar. Rustam aka. Na YouTube. Xullas mana shunaqa konteyner ichi. Boshi? Ha. Nima u? Hozir. Shunaqa konteyner ichida. Sharoitlari xuddi shunaqa. Sharoitlari yaxshi. Chidasa bo'ladi.
Mana bu Rustam aka. Yaqinda pensiyaga chiqaramiz. Xo'sh. Mana bunaqa ko'lsalar. Bu razmeriga qarab har xil bo'ladi. Bu eng kichkina razmerlari bu. Bu o'rtancha razmer. Boyaga ko'rsatganim katta razmerlar. Kilosiga qarab pulni olinadi. Bu tokda ishlaydi bu. Kelgan kabellarda tokda eritib beradi. Katta tokdan kelib bu yoqdan tok o'tadi. Tok qizdirib, spiralni qizdirib eritib chugunni suv yo'q chugun qilib mana bunda tashiladi. Mana shunga solinib, ana aravaga qo'yiladi. Olib borib quyiladi. Hal ish jarayonlarini ham ko'rsataman, agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ish jarayonlarini ham ko'rsatib, hozir obed bo'lganini hisobiga obeddan foydalanib olib video qildim. Ish paytida vaqtim bo'lib qolsa, hali ish jarayonlarini ham ko'rsataman. Xo'sh. Mana bu bizning stolimiz. Stolimizda bunaqa narsalar yasaladi. Bu krishkaga qo'yiladigan narsalar, bu ko'lsaniki. Bu narigi. O'sha yetiga qo'yiladi. Ish unchalik qiyin emas, agar o'rganib olaman deydigan bo'lsangiz, bir haftada o'rganib olasiz. Va yaxshigina daromad qilsa bo'ladi bunaqa ishda. Mehnatga ishlar bo'lsa, agar mehnatdan qochmash kerak. Boshida ozgina qiyinchilik bo'ladi, keyin o'rganib ketasiz. Mana bu yoqda choy ichadigan joylar. Hamma sharoitlari bor. Endi kimdir ish qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Kimdir oilasini boqa olmayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa joylarga kelib agar ishlasa, ancha o'ziga ham, oilasiga ham orttirib yaxshigina pul ishlashi mumkin. Havo Toshkent havosi bilan bir xil. O'zbekiston havosi bilan. Unchalik uzoq emas. O'zbekistondan 3 soatlik yo'l. Qozog'iston Chimkent shahrida. Shunaqa ishimiz. Ish jarayonlarini ko'rsat deydigan bo'lsanglar, agar komment yozinglar, agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, har birini ko'lsa urilganini, kirish urilganini va qanaqa qilib qaynatishimiz, quyishimiz hammasini ko'rsataman. Xo'sh. Xullas shu, agar kimda kim qiziqadigan bo'lsa, komment yozsin. O'z fikringizni bildiringlar. Agar qanaqadir video qil, uni ko'rsat yo buni ko'rsat deydigan bo'lsanglar,
komment yozinglar. Xo'sh. Hozircha shu. Sizlar bilan Olimxonov Bositxon keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi videolarda ko'rishguncha.